Vallahi yapsa sizlarga bugun o'rgatgan nima sanglar? Bolaq mantısı. Famyan boğuzu deymiz ha. Keladigan materiallarni sizlarga bir tushuntirib o'tay. Ham bugünkü bu famyan boğuzumuz, bu bolaq mantısı. Ben miyadın yoğurupla, miyadın tügüpla onu da pişirip ben. Bunda tındırgan iş yok. Tushuna olaman? Tushundim. Mavza şeker 10 gram, pagi 8 gram, şavsu da 4 gram, toda 5 gram, neyci 8 gram. Neyci'nin nemesiligini ko'rsatib qo'yay. Mana tofu wang, potao tang suan deb neyci. Xamirni yo'g'irnam ne? 500 gramga kelgan bir bilan. Xamirning yo'g'irishini oldida pagini xamirga aralashtiryapmiz. Chunki nima desak bu pagi suv teggandan keyin bir xil kuyib qoldi-ku, uni suvga tekkazmaymiz. Xamirga ilashtirib deb, undan keyin qog'onlarni suvga qo'yib eritamiz hamda. Suvga ma pagini solsak, mana bu ishtik ermaydi danglar. Bir xil nima bo'lgandan keyin shunga biz bivasla unga silib yo'g'iramiz, ilashtirib deb. Suvga bivas solsanglar mana bu yoq qoldi. Tushunamizmi? Tushundim. Suv. Soğuk su mu var? İlman su emas. Hazır ma yaz kirgandan keyin soğuk su deb ishlatamiz. Qish vaqtida qolsa ilman su. Gram sansa 290 gram. Shuning uchun hammasini solimiz, silib eritamiz ha. Ma hammasini silib suga toza bir eritib, undan keyin uniga silib yo'g'iramiz hamda. Shu xamirni qilganlarda darlarni suga eritib oldik-ku. İçtik Çoğul qilib, qısaqlar mana xamir birdamda yo'g'irib bo'ldi. Mana xamirninchi javri yo'g'irib bo'ldik. Yo'g'irib bo'lgandan keyin ambalni to'piga qo'yib, bir yitimiz xamirni, tushuna olammi? Tushundim. Yitqandan ushaq yitimiz ha. Amliqi uyda yamyanji yo'q tanglar, biz ochqanda yamyanji ishiltimiz. Yamyanji bo'lsa yaxshi bo'ldi. Ammo mana qo'lda yo'g'irishni ko'rsatyapman sizlarga. Tushuna olammi? Tushundim. Bir 3-4 qadam yetib oldik. Hamda mana ikki alqan bor mana. Alqan bilan ishtirib turib yo'g'iramiz ha. Undaq sanglar xamir bir yeydi suyunichi yaxshi bo'ldi ekan. Bir xil silliq qilib chiqdi xamir. Bir qo'lim alqan bilan yig'ilsa, undan keyin yana bir ishtirsizlar, yana yig'ilsizlar, yana ishtirsizlar. Tushuna olammi? Tushundim. Tozlar hamda bassanglar yamyanjiga o'xshash bisildi buchu. Tozlar bir echilib buni. Undan keyin yana olqimizni ishiltamiz. Yo'gaymiz ha. Buni. Nima qildinglar? Bo'ldi. Bo'lib qoldi bu xamir. Ham jizi yuzi sagli bo'ldi. O'z Akmosh Beijing Jijandan azroq, undan keyin Xo'jamen azroqlar. Hamda azroq Cho'ngyo. Azroqlar bir 50-60 gram suv quyapti azroq. Lekin baldisaklar bo'ldi hamda. Hagiz mijimaymiz ha. Mijisalar go'sayni suvi chiqdi. Mana qilsaqli bo'ldi. Tuginamda. Hamda qasqonga solamiz 15 minutda. 15 minutda. Soatma to'shdi hamda. Ham mantni olinamda. Mana mantni mana qo'yib, oppoq qilib chiqdi. Qaranglarmi? Qilib chiqdi mana. Qaranglarmi mantni. Qasqonlar yana joyi qo'ydi. Buning ishini ish baqinamda. Mana. Cho'rpuluq chiqdi bu. Ko'rdinglarmi? Ko'rdim. O'zim tetidan birinchi qog'ozni